Selamun Aleyküm değerli öğrenciler. Nasılsınız? Karşınızda yine ben Hatice öğretmeniniz. İnşallah bugün sizlerle işaret zamirlerini öğreneceğiz. Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Salomatmisiz? Bugun Xudo xohlasa siz bilan mana o'quvchilarim judayam yaxshi ko'radigan va judayam tez o'rgana oladigan oson mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu mavzu turk tilida ishorat zamirlari deyiladi. O'zbek tilida bu, shu, anavi, manavi degan so'zlarimiz bor-ku, yoki bu yer, shu yer, mana shularga to'g'ri keladi. Xo'p, boshladik. Birinchi bo'lib darsimizni plani bilan tanishib olaylik. Demak, birinchi biz bu, shu, o olmoshlarini, keyin burasi, shurasi, o'rasi olmoshlarini, burada, shurada, o'rada olmoshlarini ko'rib chiqamiz va o'rtada kim va ne savollarini ham ko'ramiz. Bundan tashqari, shu mavzular bo'yicha alishtirma bajaramiz. Alishtirma bu yangi so'z, mashq degani. Va so'zliklar, ya'ni yangi so'zlar o'rganamiz. Mana ovozimga e'tibor bermayli, ozgina shamollab qolganman. Xo'p, ketdik, davom etamiz. Ana bu, shu, o so'zlari. Bu o'zbek tilidagi bu, shu, u so'zlarga to'g'ri keladi. Faqatgina turk tilida bitta farqi bor, bu masofasida. Ya'ni qo'l bilan ushlaydigan darajada, qo'limiz yetadigan darajada yaqin narsalarga biz bu deb aytamiz. Mana qo'lingizni cho'zing, qo'lingiz nimalarga yetadi? Masalan, men qo'lim cho'zsam, qo'lim daftarimga yetishi mumkin, yoki kitobimga yetishi mumkin, qalamimga, ruchkamga, mana shu narsalarga bu qalam, bu daftar, bu elma deb ishlatsam bo'ladi. Xo'p, shu esa bundan biroz uzoqroq predmetlarga yoki odamlarga ishlatiladi. Bu endi men qo'limni cho'zsam yetmaydi, lekin ozgina turib yurib borsam u narsani ko'ra olaman. Shu ishlatamiz. O olmoshi, ya'ni o'zbek tilidagi u so'ziga to'g'ri keladigan olmosh juda uzoqdagi narsalarga ishlatiladi. Bu uchun anchagina yurib qo'yishimiz kerak. Va odamlarga ham. Va bundan tashqari mana shu joyda o'tgan kun, kechangi kun haqida gapirgan paytimizda aynan mana shu o olmoshi bilan so'zlarimizni, gaplarimizni tuzsak bo'ladi. O qizni tanıyormuydun? U qizni tanirmiding? desak, masalan. Xo'p, ana endi hozir misollar ko'rib chiqamiz. O'rnaklar. Mana bu ham yangi so'z. O'rnak degani misol, namuna degani. Xo'p, bu daftar. Bu daftar. O'zbek tilida. Demak, juda ham yaqin bo'lsa, shuni ishlatamiz, bu olmoshini. Ikkinchisi shu parda. Parda degani, demak, parda degani. Oddiy parda. Biroz uzoqroqda. Ana endi o araba. Mana bu narsa, demak, mashina. Turk tilida araba deyiladi. U mashina, ya'ni mashina mendan anchagina uzoqroqda joylashgani uchun men ishlatsam bo'ladi shu so'zni. Xo'p, ketdik. Ana endi bu mavzuchani qay darajada o'zlashtirganingizni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda yangi so'zlar, mana bu hayvonlarning nomini yozib qo'yganman. Mana bu ot, turk tilida at bo'ladi. Mana bu echki. Demak, echki turk tilida kechi bo'ladi. Va mana bular sigir. Sigir turk tilida inek bo'ladi. Mana bu yerda yozilgan. Ana endi siz mana bu 3 ta nimani to'ldirishingiz kerak. Uzoq yaqinligiga qarab hayvonlarni nomini yozib chiqishingiz kerak. Siz hozir videoni pauza qiling va 1 daqiqa davomida yoki undan ham oldinroq daftaringizga bularni yozib oling. Qani, pauza. Xo'p, pauza qildingiz deb umid qilaman. Qilmagan bo'lsangiz qila oling, lekin xo'p, ana endi to'g'ri javoblarni ko'rsataman. Mana bular, demak, javoblarimiz. Bu ot yaqinda bo'lgani uchun shu kechi, echki sal uzoqroqda bo'lgani uchun o inek, sigirlar juda uzoqda bo'lgani uchun qo'yildi. Ketdik, yangi narsa o'rganamiz. Burasi, shurasi, o'rasi. Mana bu yerda faqat diqqat qilishingiz kerak. Ba'zi o'quvchilar shu so'zlarda adashishadi. Siz hozir yaxshilab o'rganib yozib olsangiz adashmaysiz. Burasi neresi? Demak, bu turk tilida bu yer qayer degani. Neresi degani qayer degani. Burasi esa bu yer degani. Shurasi bo'lsa shu yer, orasi u yer. Bu ham xuddi bu shu o'ga qarab faqatgina mana strelka masofasiga farq qiladi. Juda yaqin bo'lsa, burasi neresi? Burasi market. Demak, mana bu market. Menga juda ham yaqin va men unga burasini ishlata olaman. Bu yer market. Sal uzoqroqda bo'ladigan bo'lsa, shurasi so'zini ishlatamiz. Shurasi neresi? Bu shu yer qayer? Shurasi okul. Demak, okul degani maktab degani. Shurasi okul, shu yer maktab.
sal uzoqroqda. Orasi neresi? Orasi degani mana qarang, strelka ham uzun. Demak, u yer, uzoqdagi yer. U yer qayer? Orasi park. U yer park. Tushunarlimi? Burasi, shurasi, orasi, bu yer, shu yer, u yer degani. Masofasiga qarab farq qiladi. Ketdik, davom etamiz. Ana endi kim va ne savollarini ko'rib chiqamiz. So'roq almashishlari. Demak, kim bu? O'zbek tilidagi kim. Faqat kimdagi i'ni sal ingichkaroq o'qiymiz, chunki i ingichka harf edi, inji unluda o'rgangandik. Ne esa nima degani. Ana bu shu o so'zlarimiz bor edi-ku, bularni odamlarga nisbatan ham ishlatsak bo'ladi. Hozir shuni ko'ramiz. Bu kim? Juda yaqinda chaqaloqcha turibdi. Demak, chaqaloq turk tilida bebek bo'ladi. Bu kim? Bu bebek. Sal uzoqroqda doktor turibdi. Mana strelkasiga qarang. Shu kim deb so'rasak bo'ladi. Shu doktor. Juda uzoqda esa demak mashina haydovchisi turibdi. Buni nima deymiz? Turk tilida shofer deyiladi. O'qilishiga diqqat qiling, shofer. O kim? O shofer. Tamam. Ketdik, davom etamiz. Demak, hozir endi burada, shurada, orada. Boya sizga aytdim-ku, o'quvchilar ba'zida chalg'ib qolishadi mana shu so'zlarda. Burasi, shurasi, orasi, bu yer, shu yer, u yer edi. Burada, shurada, orada so'zlari bu yerda, shu yerda, u yerda degani. Buni qanaqa ajratasiz? Da so'zi qo'shimchasidan ajratib oling. Burada, demak bu yerda, shu yerda, u yerda. Ana endi misollar ko'rib chiqaylik. Burada bir köpek var. Bu yerda bitta kuchuk bor. Köpek degani kuchuk degani. Mana rasmchasini qo'yib qo'ydim. Az önce şurada 2 tavşan gördüm. Az önce, biroz oldin, şurada, shu yerda 2 ta tavşan, ya'ni mana tavşan quyon degani. Ko'rdim. Kedim orada komşunun kedisiyle kavga ediyor. Bugun mana mushuk ham, demak, qo'shni mushuk bilan juda ham baqirib janjal qildi. Demak, kavga etmek degani janjallashmoq. Komshu qo'shni va kedi mushuk. Demak, mushuk ham u yerda qo'shnining mushugi bilan janjal qilyapti. Va mana bu yerdagi so'zlarga endi diqqat qilamiz. Burada, shurada, orada deb yozilgani bilan burada, shurda, orda deb aytiladi talaffuzda. Burada deb deyarli ishlatilmaydi. Burada, shurda, orda. Burada bir köpek var. Az önce şurada 2 tavşan gördüm. Kedim orada komşunun kedisiyle kavga ediyor. Xo'p, buni ham yozib oling. Ana endi men sizga 5 dona yangi so'z o'rgataman va o'sha so'zlar hamda bugun o'rgangan mavzularimiz bo'yicha bitta mashq beraman. O'sha mashqni bajarasiz. Undan oldin, mashqni bajarishdan oldin mana bu so'zlarga diqqat qiling. O'qituvchi so'zi turk tilida o'rgatman bo'ladi. Hatice o'rgatman. O'rgatman. Kitob so'zimiz kitob bo'ladi. Qarang qanaqa o'xshaydi. Yo'q so'zimiz yo'q bo'ladi. Yo'q. Bu yerda bir narsa yo'q, masalan, mavjud emaslik ma'nosida yo'q. Televizor esa televizion bo'ladi. Televizion. Universitet esa universite. Qaranglar, nechta so'zimiz o'xshayapti. Faqatgina o'xshagani bilan o'zbekcha talaffuzda aytib qo'ymang. Turk tilini o'zini talaffuzini o'rganib keting. Mana ko'rib chiqqan bo'lsangiz, endi mashq beraman. O'sha mashqni bajarib olasiz. Mana bu yerda 5 ta o'zbekcha gap bor. Videoni pauza qiling. Boyangi so'zlarga qarasangiz ham bo'ladi va nima qilasiz? Mana shu gaplarni turkchasini yozasiz. Alishtirma degani mashq deganida. Demak, sizga mashq mana shu 5 ta gapni turkchasini yozing. Videoni pauza qiling. Qildingiz menimcha, ha? Barakalla. Xo'p, ana endi ketdik, javoblarni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda, demak, javoblari bor. Bu yerda kitob yo'q. So'z gapimiz burada kitob yo'q bo'ladi. U o'qituvchi deydigan bo'lsak, o bir o'rgatman. Turk tilida xuddi ingliz tilida artikellar qo'yilganda, turk tilida ham mana bu bir so'zi ko'pincha noaniq bir shaxslar, narsalar oldidan ishlatiladi. O bir o'rgatman. Burası üniversite, bu yer universitet. Bu nima? Bu televizor so'z gapimiz edi. Bu ne? Bu televizyon. Orada 2 tane okul var.
u yerda ikkita maktab bor. Tani degani ta degani, 2 esa mana bunaqa qilib yoziladi. Xo'p, nechta to'g'ri yozganingizni kommentariyada yozib qoldiring. Ana endi uyga vazifa qismiga keldik. Bugun siz bilan ishorat zamirlarini ko'rib chiqdik. Bu, shu, o, burada, shurada, orada, burasi, shurasi, orasi so'zlarini o'rgandik. Va kim, ne savollarini ham ko'rdik va mashqlar bajardik. Ana endi uyga vazifa shu o'rganganlaringizni albatta konspekt qiling va mavzuni yaxshilab tushuning. Kerakli qoidalarni yodlab oling. Mavzuni tushunmasdan yodlamang. Hamda bilgan so'zlaringizni mana bugun bir nechta so'zda, yangi so'zda ko'rib chiqdik. Bundan oldingi darslarda ham ko'rib chiqqan edik. O'sha hamma so'zlarni ishlatgan holda 7 ta gap yozing. Sizlarga darsni boshida aytgandim. Gap tuzish uchun alohida daftaringiz bo'lsin. Mavzuni yozib qo'ying-da. Albatta, bugundan boshlab gap tuzishni boshlang. Qancha ko'p gap yozib, ularni tahlil qilganingiz sari turk tilida konuşma, ya'ni gaplashish qobiliyatingiz ham rivojlanishni boshlaydi. Xo'p, turk tilida gaplashing. Ya'ni mana shu o'rgangan so'zlaringizni ishlatgan holda turk tilida gapirishni boshlang. Buni o'tgan darsdan boshlash kerak edi, hozir esa davom etishingiz kerak. Ya'ni turk tilida gapirishni to'xtatib qo'ymang. Xo'p, o'quvchilarim, demak darsimiz tugadi. Hammalaringizga e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Kelasi hafta yangi darslar bilan uchrashguncha salomat bo'ling. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.